Retinol yoki retinal qaysi biri sizga mos keladi? Kelinglar bugun shu haqida gaplashamiz. Retinol zardobi serum. Bu mahsulot kengaygan teshiklar, poralar, notekis rang, pigmentatsiyaga qarshi kurashuvchilar uchun ideal vosita. U shunchaki ishlamaydi, balki terimizni 15 qatlamigacha kirib, undan keyingi ishlatiladigan vositalarda ta'sirini 2 barobarga kuchaytiradi. 2 barobar ham bo'lam, 2 barobarga kuchaytirib beradi. Kimga mos? Yuzi notekis, dog'lari bor va yallig'lanishga moyil kishilarga juda ham zo'r tushadi. Qanday ishlatiladi? Har bir zonaga noqonuniy miqdorda butun yuzga ishlatiladi. Yuzinglarga, peshanalarga, jag'inglarga ishlatsanglar bo'laveradi buni. Ikkinchisi retinol kremi. Agar sizni mimik ajinlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bu aynan siz uchun. Retinolning kuchliroq, zamonaviyroq ko'rinishi bo'lib, u ajinlarni xuddi o'chirg'ich kabi o'chirib beradi sizlarga. Bu retinoldan ko'ra tezroq va samaraliroq ishlab beradi. Kimga mos? Chuqurligidan qat'iy nazar ajinlari bor kishilarga mos tushadi. Qanday ishlatiladi? Bu butun yuzga emas, faqat ajinlari bor joylaringizga nuqta qilib ishlatasizlar. Bu ikkala vositani ham kechqurun ishlatasizlar va eslab qolinglar, retinol poralar uchun, retinal ajinlar uchun.